1 yil oldin u shu yerga birinchi marta qadam qo'ydi. U uchun hamma narsa notanish edi. Bunga qaramasdan u shunchaki o'qidi. Har kuni, har bir imkoniyatni qo'ldan bermadi. Va birinchi yil tugaganda u Koreyada edi, amaliyotda. Bu Qobil va bu uning hikoyasi. Toshkent xalqaro universitetini nima uchun tanlagansiz? Toshkent xalqaro universitetini tanlashimdan asosiy maqsadim 2+2 dastur orqali Koreya Respublikasida o'qishni davom ettirish bo'lgan. Qabul jarayonida men universitet tanlayotgan paytimda shu bir nechta xalqaro universitetlar bilan memorandum tuzganligi uchun aynan Toshkent xalqaro universitetini tanlaganman. Men Miko Power korporatsiyasini ichiga kiruvchi Hyundai Power Systems korxonasida 40 kun amaliyot o'tadim. Hop, bu korxonani asosiy qiladigan ishi issiqlik elektrostansiyasi qurish. Ya'ni suv orqali elektr toki ishlab chiqarish desa ham bo'ladi. Xo'p, ishxona haqida aytadigan bo'lsak, menda nafaqat xalqaroda, ya'ni o'zim uchun birinchi marta ish muhitiga kirdim. Aynan ish muhiti qanaqa bo'lish haqida tasavvurga ega emasdim. Va aynan birinchi O'zbekistonda emas, chet davlatga chiqib tasavvur qilish biroz qiyin. Chet davlatga chiqib men ishladim. Ish muhitida bir katta ofis, hamma o'sha chet el kinolarida ko'rgandek uzun liniya bo'lib o'tiradi, bir-biriga qarama-qarshi holatda. Va biz ham xuddi shunaqa bitta stol berishdi, men va Sardor yonma-yon o'tirib ishladik. Hamma texnika, hamma kitob, daftar, hamma narsani bizga tayyorlab berishdi. Xo'p, bu amaliyot dasturidan birinchi marta oldimga qo'yilgan vazifani o'z vaqtida hattoki o'z vaqtidan oldin bitirib qo'yish kerakligini tushunib yetdim, chunki force major holatlari bo'ladi baribir. Misol uchun men qilgan vazifa ularda ochmasligi mumkin yoki boshqa texnik muammolar bo'lishi mumkin. Shu uchun aynan deadline-ga taqib emas, undan biroz oldin berilgan vazifani tayyor qilib qo'yishni o'rgandim. Xo'p, keyingisi demak mas'uliyat juda katta menga plusga ishladi. Koreyadagi amaliyot dasturi haqida ma'lumotlarni qayerdan bildingiz? Aynan bu haqida men ma'lumotni Toshkent xalqaro universitetining ijtimoiy tarmoqlaridan bilganman, ya'ni o'sha Telegram, Instagram, Facebook va aynan o'sha amaliyot dasturi uchun men ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tganimdan keyin meni suhbatga chaqirishgan, saralash bo'lgan. Saralovdan o'tganimdan so'ng suhbatga chaqirishgan va suhbatdan ham o'tib, qolgan o'sha hujjat yig'ish jarayonlari, viza protsessi va boshqa tayyorgarchiliklarni ko'rganman. Koreyaga ketish jarayoni qanday bo'ldi? Birinchi talabalar orasida saralash bo'lib o'tgan. Bu saralashda asosiy qaraladigan mezonlari bular GPA ball, birinchi kurs davomidagi til bilish sertifikati, odob axloqi va universitet hayotidagi faolligi bo'lgan. Va shundan so'ng meni xalqaro aloqalar departamentiga chaqirtirishgan, suhbati bo'lib o'tgan bizda va ma'lum bir muddatdan keyin men aynan shu amaliyot dasturi uchun tanlab olinganligimni menga xabar berishgan. Bundan keyin bizda asosiy amaliyotga ketishimiz asosiy vazifalar qo'yilgan, ya'ni hujjat yig'ish, viza va ketish uchun tayyorgarlik. Va yana bir qiziq vaziyat bizda aeroportda aynan Toshkent xalqaro universiteti rektori Yo'ldashev Iskandar Bahramovich bilan ko'rishib qolganimiz bo'lgan. Biz yozgi amaliyotga ketayotgan bo'lsak, ular xizmat safariga Koreya Respublikasiga uchib ketayotgan bo'lgan ekanlar. Boshida bu tanlov chiqqanda men umuman tasavvur ham qila olmagandim. Qachondir kun kelib, men aynan shu tanlov bilan Koreyaga ketaman deb, bu men uchun tush bo'lgandi. Tushdagi bir ko'rgan sahna ko'rinishi deydimi, xuddi shunaqa tuyulgandi. Lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin men buni o'sha real hayotda ko'rishni boshladim va shukr qildim aynan shu kunlarga yetib kelganimga. Men uchun bu nima deydi, bitta imkoniyat berildi va aynan shu imkoniyatni ushlab olgandek bo'ldim. Men o'zimda shunaqa his-tuyg'u bo'ldi. Ketayotgan vaqtimda men yana bir qiziq vaziyat, o'sha kutish vaqtida orasidagi registratsiya va samolyotga chiqish kutish vaqtida kursdoshlarim bilan telefonda gaplashganman. Ular bilan xayrlashganman. Taxminan 1,5 soat ular bilan telefonda gaplashganman hammamizni. Xayrlashuv bo'lgan. Qanaqa bo'lgan xayrlashuv? Telefonda? Da, telefonda. Ko'pchilik biladi, shu
qisman kursdoshlarimiz bizda Bolgariyada work and travelda bo'lishgan, man Toshkentda va yana kimdir Samarqandda. Shu uchun biz Telegramda chat o'tkazganmiz va chatga hammani taklif qilganman, men kiringlar, xayrlashamiz. Xayrlashamiz emas-ku, baribir men safarga ketyapman. Oramizdagi soat farqi 6 soat, ya'ni Bolgariya va Koreya Respublikasi o'rtasidagi soat farqi 6 soat. Men uxlayotgan paytim ular ishda bo'lishadi, ular uxlayotgan paytda men ishda bo'laman. Shunaqa bo'lib bir-birimiz bilan gaplasha olmasligimiz mumkin deb oldindan reja qilib gaplashganmiz. 1,5 soat gaplashganman o'sha telefonda. Chemadan kutayotgan vaqtimizda menga Koreyadagi bizaga mas'ul bo'lgan xodim telefon qildi WhatsAppdan. Men juda ham hayron qoldim, chunki men oldin ularga raqamlarimni bermagandim. Ular bilan hech qanaqa muloqot qilmagandim. O'zlari WhatsAppdan telefon qilib, o'zlarini tanishtirib, bizani kutayotganliklarini aytdilar. Biz Sardor bilan chemadan oldik, chiqdik tashqarida va ular bizani kutib turishgan bo'lgan. Shu bilan bizani olishdi. Kichik bir nonushta qilib berishdi va biz shu ish joyimizga qarab yo'lga chiqdik. Xo'p, Koreyadagi hayotga keladigan bo'lsak, xo'p, bizda Hyundai Power Systems korxonasida ish vaqti birinchidan soat 8 dan 6 gacha va bu men uchun juda ham bir mikrofon tegib ketdimi? Bu juda ham bir noqulay men uchun va buni ustiga tushlik vaqti soat 11:30 dan 12:30 gacha. Endi ishga keldim. O'tirdik gitsak, tushlik vaqti bo'lib qolardi. Keyin tushlikdan keyin soat 6 gacha o'tirishimiz kerak bo'lardi. Seuldan biroz chetroqda turganmiz. Ishxonamiz ham Seuldan biroz chetroqda bo'lgan. Dam olish kunlari biz Seulga borardik. Sardor ikkalamiz bozorlarni, tarixiy joylarni aylanib, gipermarket, supermarketlarni aylanib, o'zimiz olishimiz mumkin bo'lgan, ko'rishimiz mumkin bo'lgan joylarga borib tashrif buyurganmiz. Va keyingi haftasi biz bir kun kechqurun kechki ovqatga chiqqanmiz Sardor bilan. Qaytayotgan vaqtimizda yana bir qiziqarli voqea yuz bergan. Ya'ni miting bo'layotgan bo'lgan. Bizaga qarama-qarshi yurib kelishayotgan bo'lgan mitingda bizda qisman qo'rquv bor, o'sha militsiya xodimlari ham bor, boshqa insonlar ham bor. Va shunga qaramasdan men videoga olganman, aynan o'sha vaqtda bizaga qarama-qarshi yurib kelishayotganda. Xo'p, bu men uchun misol uchun birinchi ko'rgan mitingim bo'lgan va men uchun qanaqadir qisman qo'rquv bo'lgan. Iloji boricha tezroq yotoqxonamizgacha yetib borsak bo'ldi degan maqsad bilan yotoqxona tomon yo'lga tushganmiz biz. Bu ham qiziq bir voqea men uchun. 4-haftasi biz Ulsan va Pusan shaharlariga tur tashkil qilib berishgan bizaga 2 kunlik. Ya'ni Ulsandagi kema sanoati bo'yicha korxonaga tashrif bo'lgan, biz o'tda aylanganmiz, ichkarilarni videolari bor. Xo'p, keyingi kuni Pusanda bo'lganmiz. Pusangacha biz poyezdda yetib borganmiz. Poyezd yurishiga 4 minut qolganda biz vokzalga yetib kelganmiz, yugurganmiz hamma joyda va esimizda bor, faqatgina bitta joyda qizil chiroqga o'tganmiz, svetoforda. O'tda qonun juda ham qattiq ishlaydi. Hattoki oddiy aholi, siz qizil svetdan o'tsangiz ham oddiy aholi bir-biriga baqirib urushib ketishi mumkin, ya'ni o'tmagin deb bir marta bo'lganman-da shunaqa vaziyat. Xo'p, keyin Pusanda biz qolganmiz, dam olganmiz bir kun shu sohil bo'yida. Qaytishimizda yana bir qiziq voqea bo'lgan. Bizga qo'limizga, telefonimizga elektronniy bilet berishgan, QR kodli avtobusimiz keldi. Biz avtobusimizga chiqishimiz kerak. Sardor QR kodini ko'rsatdi, avtobusga chiqib ketdi. Men telefonimni quvvati zaryadkasi kam qolgan, 20% adashmasam. QR kod ochib qo'yganman. Haydovchiga bersam, QR kod urilmayapti. Hayronman, nimadan bo'lyapti deb yana berdim. Yo'q, boshqachasini ochib ko'rsatdim, yana yo'q, urilmayapti. Hayron bo'ldim. Keyin bizga biriktirilgan shaxsiy aloqaga chiqishga harakat qildik. Xo'p, ular ishxonada bo'lganlar. Keyin nima qilishimizni bilmaymiz. Avtobus yurishiga 2 daqiqa qoldi. Men уже shok holatidaman va titrov bor ichimda. Nima qilaman endi deb уже kirib ichkariga boshqa avtobusga bilet qidirishga tushganman. Tushish niyatim bo'lgan to'g'riroq. Keyin bitta dona xatoyim mana shu bo'lgan. Telefonimni yarkisda tushib qolgan bo'lgan, ya'ni pastga tushgan telefonim quvvati kamligi uchun va shu sababli QR kod o'qimagan bo'lgan apparat. Yaxshi keyin xayolimizga kelib ko'targanmiz yarkisini, urganimizdan keyin bemalol chiqib avtobusda
Seulgacha yana qaytib kelganman. Koreya aholisi ingliz tilini unaqa zo'r bilmaydi. Ya'ni biladi, faqat salom, rahmat, xayr, yoqimli ishtaha bo'ldi. Boshqa, misol uchun o'zim uchun kerakli bo'lgan biron bir narsani so'rasam, ko'cha yoki yo'lni tushuntirib yuborishni so'rasam, o'sha Koreya aholisi tushuntirib berishga qiynalganini bemalol sezishingiz mumkin. O'shaning uchun kim Koreyaga ketmoqchi bo'lsa, baribir koreys tilida shu qisman topik 2 yoki topik 3 darajada o'rganib ketishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Toshkent xalqaro universitetida. Da, eslatib o'tamiz. Xo'p, Toshkent xalqaro universitetida koreys filologiya yo'nalishi mavjud va aynan topik imtihonlari Toshkent xalqaro universiteti binosida bo'lib o'tadi. Siz borgan amaliyot dasturi sizga nima berdi? Xo'p, birinchisi ma'naviy ozuqa deylik. Shu chet el fuqarolari bilan qisman bo'lsa ham muloqotda bo'ldik. Ularni nima deydi, dunyo qarashini ko'rdik desa ham bo'ladi. Ular qanaqa yashayotganligi, ularning hayoti qanaqa tarzda ketayotganligini ko'rdik. Xo'p, ikkinchisi moddiy tarafga keladigan bo'lsak, to'g'ri, biz o'tda stipendiya oldik. Borganimizda bir marotaba berishdi va qaytayotganimizda oylik sifatida bir marotaba berishdi va o hammasini qo'shib aytadigan bo'lsak, bemalol qo'rqmasdan aytolmayman, har bir borgan stajyor uchun, ya'ni shu amaliyotchi uchun kamida $3000 pul sarflandi. Xo'p, talabaga agar bir og'iz gapim bo'ladigan bo'lsa, qo'rqma, harakat qil. Bu sani kelajaging uchun asosiy poydevor, ya'ni bu binoni poydevori desa ham adashmagan bo'laman.